Assalomu alaykum, hurmatli Alia Media YouTube dasturlarini kuzatib turuvchi hamyurtlar, qo'shni davlatdagilar va mana shu dasturlarni doimiy kuzatib turgan aziz aka, uka, opa, singillarimiz. Ushbu dasturimda avvalo bir narsani qo'ymoqchiman. Avvalo o'zingiz ko'ring va guvohi bo'ling va men keyin o'zimning suhbatimni davom etaman. Marhamat. Uyingizga qilingan 4 ta sehr alomati. Davosini video oxirida aytib o'taman. Birinchi alomati, uyingizda har kuni janjal to'palang bo'ladi. Aka uka, opa singil, ona bola juda ko'p janjal boshlanadi uyda. Uydan chiqqaningizdan keyin tinchlanib har doimgidek yana o'zingiz yo'lingizga ketaverasiz. Ikkinchi alomat, ko'chadan uyga kirganingizdan keyin boshingiz og'riydi, qo'lingiz, oyog'ingiz, hamma joyingiz, bellar boshlargacha og'rib, mana shu qorong'ilikqa kirib olib, yana yotqingiz kelaveradi. Uchinchi alomat, uyingizga mehmon kirmay qo'yadi, qo'ni-qo'shni chiqmay qoladi. O'z-o'zidan hamma narsa yopiladi, zimiston qorong'ilik bo'lib qoladi. To'rtinchi alomat, agar uyingizga sehr qilingan bo'lsa, qora bosadi. Shularida itlar, ilonlar, chayonlar, qabristonlar, juda g'alati tushlar ko'rishni boshlaysiz. Kimda shu holatlar bo'lgan bo'lsa, bizni dichkamizga yozib keting. Mana o'zingiz ko'rganingizdek, ko'rib turganingizdek, hozirgi videoda mana shu dam solish, roqiylik bo'yicha va hokazo. Endi shu narsani shu o'rinda aytaman. Mana shu qamchilab uradiganlar, truba tiqib oladiganlar, nomahramlarni ayamasdan mana shu savalaydiganlar, yog'och qivichlar bilan uradiganlar va qolaversa mana shu ruchkalarni tiqib oladiganlar, qon, tovuq so'y, qo'y so'y, qonlash kerak deydiganlar. Mardmisiz, biddatchilar? Mardmisiz, maydonga chiqing. Men nafaqat O'zbekistonga, butun dunyoga vizif qilaman. Olisda, masofada turgan joyda mana shu Qur'onning shifoligini men odamlarga isbotlab qo'yaman. Xullas, xalq baho bersin. Unaqangi xivinchlab, nomahramlarni urib, qiynab, trubalar bilan ko'kartirib tashagan qancha bemorlar kelishgan bo'lsa, barchalar juda ko'pchilik og'rinib aytib berishdi. Mana shu qolaversa, shu o'rinda yana aytaman, mana shu bemorni o'tirg'izib qo'yib, yonida bittasi ishlangan ushlovli gaz yoqar ekan, bir qaysidir domla, endi bu internetda aytmay qo'yaray, jin yoqish marosimi ekan u. U alohida bo'ladigan ekan. Domla u yoqda o'tirib olar ekanda, bu yoqqa stulni qo'yib, bemor o'tirg'izib qo'yib, o'qib o'tirar ekan sura va oyatni. Bu yoqda bittasi gazli olovda nima qilar ekan? Bu nima desa, xullas jin yoqish marosimi deyishar ekan. Astag'firulloh. Baraka topkir, ongi past psixopat deyman shunaqa insonlarni. Ongi past psixopat qandoq qilib jin olovda yonadi? Jinni Alloh Parvardigor o'zi tutunsiz nurli olovdan yaratgan bo'lsa, tushunmay qolaman, qanaqa domlalar bor. Mardmisiz, maydonga chiqing. Nafaqat, yana qaytarib aytaman, nafaqat O'zbekiston, butun dunyoga vizif. Butun dunyoga vizif. Olisda turgan joyda ham shifo topadigan bemorlarimiz ana shuncha, inshaalloh. Men o'zbekman. Meni har bir gapirayotgan gapimga masalan qancha odamlar guvohi bo'lishdi va isbot dalili keldi. Shuning uchun aytaman, agar mardingiz bo'lsa, biddatchimisiz, boshqamisiz, marhamat, maydonga chiqing. Mardlar maydonda sinaladi. Oshing halol bo'lsa ko'chada ye. Xullas, kelasi dasturlarimda albatta podpisatsiya bo'lib qo'ying, chunki kelasi dasturlarimda bomba dasturlar bor. Mana shu yosh bolachalarni mana shu nima deydi, kechqurun uxlagan paytda sholpay qilib qo'yishlari, ya'ni pampersiz uxlamaslik yoki tagiga bir narsalarni solib qo'yishlik, ya'ni peshob qilib qo'yadigan bolachalar, injiq bolachalarni, mana shu injiq bo'lib qolgan boshqalarni albatta onlayn tarzda navbati bilan bir kunda masalan 10 tagacha bolachalarga mana shu xalqim uchun aniq bekorga, tekinga yordamimni ayamayman. Negaki, shu o'rinda yana aytib qo'yishim kerak, avvalo mana shu tibbiyot ham topolmagan bo'lsa, lecheniyani olgan, boshqa qilgan va hokazo. Shunda ham peshob qilib qo'yib, injiq bo'lib, haligi nima deydi, odamga gap
quloq solmaydigan ota-onasiga quloq solmaydigan bolachalar uchun, farzandlarimiz uchun albatta men o'zbek bolasiman, o'zbek fuqarosiman va o'zbegim uchun doimo xizmatdaman. Inshaalloh onlayn tarzda uylarda turgan tarzda mana shu shifo topishadi va o'zingiz guvohi bo'lasiz, o'zingiz baho berasiz. Sog' va salomat bo'ling. Rasululloh qasam ichib aytganlar. Sizni bir kishi nohaq kamsitsa, Alloh sizni aziz qilmasdan, sizni azizligingizni o'sha odamlarga ko'rsatmasdan joningizni olmaydi. Haqda sobit turaverish kerak.